Chang'an TU3 ga noodatiy ish, panoramaga baho bering. Akalarim sizlarga aytib o'tganimdek, Termitent siz xohlaganingizdagi ishingizga bitkazib beradi. Bu akamlarning ikkinchi mashinalari. Nima xohlagan bo'lsalar, hammasini qilib berganmiz akalarim. Birinchi o'chiritda Corona uстановка qilganmiz. Bu mashina Avtotent orqa darvoza bo'lgan, tomi ochiladigan. Agar sizga yig'ma karkas ko'nglingizni xotirjam qilmayotgan bo'lsa, shu ishni sizga tavsiya qilamiz. Orqa qismiga o'tadigan bo'lsa, alekafondan darvoza bo'lgan, furnituralar Xitoyga, trubalari nержавейкаdan bo'lgan, ichki qismiga o'tadigan bo'lsak, ko'rib turganingiz ichi обшивка bo'lmagan, mijozimiz o'zlari shuni xohladilar. Poli finskiy faner yotqizilgan, ustidan otsinkovka bo'lgan akalarim. Akamlar shu yoqqa fortichka o'rnatib beringlar dedilar. Shu fortichkani nimaga ishlatar ekanlar aka? Kommentariyaga belgilab ketinglar.